Ko'pchilik aytayapti-da, aka siz chiqmaysizmi, vizit taylamaysizmi, gonka o'ynamaysizmi? Qarshi hamma bir-biriga vizit taylayapti deyapti-da. Bir-biringlar bilan o'ynayveringlar. Biz o'zimiz uchun o'zimiz 2015-yil isbotlab qo'yganmiz. Kvoterda 12,5 sekund yurganmiz. 10 yil oldin. Biz hozir o'zimizni zapas uchun любой время tayyor qo'yib chiqsak bo'ladi. Kvoterga 11 sekund yuradigan motor korobka tizim taxlab qo'yganmiz. Bilganlar va bilmaganlar bor. Mana akalar biz yoshirib o'tmaymiz. Opel 20XE motor. Bu Ecotec motor emas. Bu baquvvat motor. Opel 20XE, korobka F23. Turbina Garrett 3071 Gen 3. Eslab qolinglar. 1.3 zadovda 500 tadan ko'p otquchi chiqqan. Bu turbinada 2 zadov ursa ham bo'ladi. Qolgan zapchastlarga o'zingiz e'tibor beraverasizlar. Biz xohlasak bugun qo'yib, ertasi kuni mashinadan zavod qilamiz. Chunki hamma narsasi tayyor olib qo'yilgan. 500 tadan ko'p otquchi yechilgan, haydalgan, 2 yillab yurilgan. Xohlasak agar turbina shuni 3076 qo'yib 700 tacha chiqarsak bo'ladi. Bu hech qanaqa yolg'on emas, isbotlangan guvohlarimiz ham bo'lgan. Qisqasi, hamma bilan chiqib gonka o'ynavermaymiz akalar. Charchamanglar.